Assalomu alaykum akalar. Kia Andijon avtosalonimizga Kia Sonet yangilangan vipiskasi FIFA Edition pozitsiyasi yetib keldi. Ko'rib turganingizdek, bu oq rangi, yuvilgan qora rangi mana. Ko'rsanglar bo'ladi. O'zimizni hamkasb minyapti. Dilmurodjon, nima deb o'ylaysiz? Puliga stoyatmi bu mashina? Nimalar o'zgargan? Bitta aytib bera olasizmi o'zingizdan? Qo'shimcha farqi aka, lyukida ikkinchi paytadan farqi lyuki bor buni. Lyukida, Hamyonbop mashina. Oldin faqat 3-paytasi lyuk bo'lardi. Hozir уже ikkinchi paytasidan 3-paytadan qoldi. Endi yangi pozitsiyasi bu. Qo'shimcha diskasi ham yengil quyma diska deyiladi 16 ga. Narxi 1000 mashina. Adashmasam 3-paytasida ham diska edi, 2da eski vipiskasida qalpagada. Mana ko'rsanglar 3-paytasida diska. Bu ham ikkinchi paysa, lekin FIFA Edition deyilyapti. Paysa degan nom yo'q bunda, shu FIFA Edition deyilyapti. Diskasini qaranglar, chiroyliligini. Puliga stoyat deyishyapti. Qani, bu yog'ini batafsil ma'lumot olishni istasangiz yoki ushbu mashinani narxini bilishni xohlasanglar, Kia Andijonga kelsanglar, narxlarini grafiklarni chiqarib beramiz yoki ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Biz sizlarga javob beramiz.